Assalomu alaykum. Edingiz tabrik bo'lsin. Nom Xudoberga ko'ra men o'zbek turkmanlarimiz ko'p to'plangan. Ya'ni men Almaniyada bu qadar to'planganini ko'rgan o'g'adim. Ya'ni ko'p oz edi. Mashallah ko'raman jamiyat jam, lekin bu jashnni haqqiga menga bir o'z bilgi bersangiz, nima uchun jashn olingan edi va kimning tarafidan olingan edi? Va alaykum assalom. Sizga ham qizg'in salomlarimni taqdim qilaman va siz orqali butun xalqimizga, o'zbek turkman xalqigaki butun dunyoda yashaydi va xususan Olmanda yashayotgan xalqlarimizga chin ko'ngildan salom taqdim qilaman. Va ko'rib turganingizdek bugun Navruz bayrami va hamda Ramazon hayit bayramini bizlar ikkisini bir joyga, chunki ikkisi ham yaqin paytda kelib qoldi. Buni bir joyga qilib bizlar tajlil qildik va bu yerga ko'rib turganingizdek yuzlarcha qavmlarimiz, opa-singillarimiz, yosh ulug'larimiz, mayda bolalar, hammalar ishtiroki bilan ko'p bir chiroyli shaklda bu majlisni bizlar doir qildik. Kim tarafdan yo'lga tashlandi, buni aytib berasizmi? Albatta bu Turkiston birlik anjumanini ibtikori bilan va xalqimizni hamkorligi bilan bu yo'lga tashlandi. Turkiston birligiga darnayi otiki Turkiston birligi qo'yilgan. Buni bizani bilasizki, jo'grafiyamiz Turkiston bor. Shunga bog'lanib, ya'ni shuni bilan bir aloqasi bormi yoki buni boshqa bir matlab bilan qo'yganmi? Bilasizki, bu oldindan bu bunyod qo'yilgan ekan. Bizlar yaqin paytda masalan 4-5 oy bo'ldi Munoyat rabarasiga keldik. Ammo bu Turkiston degan ma'no buki, bizni turkiy xalqlar, o'zbek turkman xalqlar bir joyga jam bo'lgan, o'zlarini borliklarini sobit qilish uchun mana shu Hamburgda bir anjuman qurshaganlar. Katta rahmat sizdan, rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, amon bo'ling.